Asayni o'xshab ketganiga qaraysiz mana. Sanba o'ynaydigan qizlarning yuzdagi echilib ketdi. 100 nomerimi azmi bunga tiqqanlar qarmoqqal ishtani ochdi. Mepan bilan ishki shunchalik mos keldimi? Ikki qacha yemgacha hargiz xumorat chiqmaysizda. Ma shu mejo lazım emas, bu uzun inchki lazım. Ürkünü go'sht bilan qo'rsam shu mejomiki daqabsizlar. Meyrinja bujumu sizlar o'ylagandek ochiq emas. Ani qozonga muvofiq miqdorda alnuri yeshil o'lchamadagi tunji siqim birinchi darajalik. Bo'libmi tuvan besim tuvan temperaturada siqilib ozuqlik go'shtni saqlab qilingan sog'lom qichimayli qo'ydi. May qizg'aniki oldi bilan go'shtni sep qizartib qo'rib olamiz. Andi go'shtimizniki mizlik ham puroqlik pishib chiqishi uchun hardan bag'niki ma tetimliq purg'a alayda kuchli qo'yga kavob uchun talqinda yarim bal qo'shib salayotdini. Andi so'piyan sanjan samsoqni sep mizlik kelib chiqqandiki yong'yoni shangoni soldim. Bu 2 kilosi mayga emroq saylan. Shunga mayni yaxshi qo'rib, eki suyini aqidili qo'yib qo'yamiz. Ma sayga qizarishni sansaqmi bo'laverdi. Jamo tuqqanlar samsoq galidak bir xil tamda, sansaq yem bir xil tamda pishib chiqdi. Ishqib mendak tusilish intiqomsaqli bo'ldi-chi. Sayimiz 61% qo'yilib pishgandan keyin masayla sunumi amda ich qo'ydi. Ay saplig'idan 2 sapliq suv qo'yib 30 sekund turg'izib, ekin meyrinjoni sep buni uzoq qo'rmaymiz. 15 sekunddan keyin bir qoshiq shonchu bilan yarim qoshiq kraxmalni sep yarim chashni suvga eritib qo'yaversak, sayimiz shinnilik ham paqiriq chiqdi tuqqanlarim. Meni qarangizlar o'xshab ketgan chiroyli chikatda masaydan yurak so'rasam ijozatmi? Ya atamingizlarni sanbani ko'ngillik o'tkazishingizlar uchun bitta yuragingizlarni bitta gulingizdan so'rayman. Xayr xo'sh.